Befarzandlar, trubasi yopiq, mioma kista, gormonal narushение, bir dunyo kasalliklar. Ayollar kasalligi, erkaklarning kasalligi. Piyoz. Eringizga ayting. Bitta urib ezib olsin. Mayli, ikkita ursin. Mana shunday, ikkita ursin. Mana, urib oldingiz, ezdingiz. Tamam, 15 minut qaynatasiz. Po'stlog'i bilan qaynatasiz. 15 minut. Tushundingizmi? Buni 3 yil oldin bir turk tabibidan ko'rgandim. Shundan beri o'zbeklarga hammasiga aytib kelaman. Hammasiga. 8-10 yillab befarzandlar farzandlik bo'lib ketdi. Kimgadir sababchi. Biz ham sizlarga sababchi bo'laylik. Xudoim taolo bizni sababchi qilgan ekan, farzandlik bo'lib ketdingizlar. Prostata, yo'tal deysizmi? Qutingiz ham tushiradi. Tushundingizmi? Turba ochilishiga bir dunyo kasalliklar. Ixlos qiling. Allergiyani ham yo'qotib yuboradi. Allergiyani ham yo'qotadi. Ishoning, qonni tozalaydi. Chunki piyozni po'stlog'ida juda ko'p narsa. Piyozni po'stlog'idan dori-darmon tayyorlash mumkin. Ishoning. Tushundingizmi? Ya'ni bu qaynab bitgandan keyin o'zi ko'rsataman. Yarim litrga 15 minut qaynating. Tamom. 15 minut qaynadi. Olamiz buni. Buni olamizda sovigandan keyin kun davomida xohlasangiz och qoringa, xohlasangiz to'q qoringa, endi to'q qorin degandan keyin bir soat, yarim soatdan keyin mana shunday ajoyib damlamani iching. Xohlasangiz asal qo'shishingiz mumkin. Avvalambor Xudo, biz bir sababchimiz. Farzandli bo'ling. Turbalaringiz ochilsin. Mioma kistalaringiz ketsin. Bachadondagi har qanday illat suvlari, bachadonning ichidagi har qanday yomon illatlardan hammasi yo'qib ketadi. Kun davomida yarim litrni iching. Asal solib. Ishoning, hop deng. Matkangiz rahmat deydi. Ishoning, rahmat devoradi. Har qanday hidlar hidi. O'shalar ham kerak bo'lsa sprinsovka ham qiling. Mana shu bilan. Tushundingizmi? Qiling. Bo'pti. 2 oy, 3 oy için kerak bo'lsa. Bepul-ku. Bo'pti.